Xulio Cortázar, Adrenalin. Franz Kafka, Baxtiqaro o'g'il. Lev Tolstoy, Vijdon ko'zgusi. Asqat Muxtor, Yaxshi muallim. Rashod Nuriy Guntekin, Tuyg'ular rassomi. Shukrulloh, Taqdir siylagan adib. Ulug'bek Hamdam, Orator. Harper Lee, Samimiyat kuychisi Harperli. George Orwell, Adabiyotni qoidalarini pisand qilmagan bunyodkor. Theodor Dreiser, Amerika adabiyotining faxri. Fyodor Dostoyevskiy, Daho yozuvchi va namunali er. Jane Austen, Ayol nazokatining rassomi deylik. Xudoyberdi To'xtaboyev, O'zbek bolalar adabiyotining Jules Verne. Abdulhamid Cho'lpon, She'riyatimizning gultoji. Aleksandra Marenina, Rus detektiv asarlarini Agata Kristisi deylik. Chingiz Aytmatov, Chingiz Aytmatov munosabatlar muallimi. Aziz Nesin, Turk adabiyotining vijdoni deylik. Anton Chexov, Hikoyalar ustasi. O'tkir Hoshimov, Tuyg'ular musavviri. Dan Brown. Yozuvchilar tadbirkori. O'zini qanday ko'rsatishni biladi.